Tefsiri Müyesser. Nisa suresi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ey peygamber, Yahudiler ve başka kafirler senin peygamberlikini inkar kılgan bolsa, Allah senin Kur'an nazil kılıngan hak peygamber ekenliginge, Kur'an'ni öz ilmi bilen sana nazil kılganlıkıga guvahlık beridi. Periştilerimi sana kelgen vahiyge guvahlık beridi. Allah'ның guvahlığı yeterliktir. Şübihisiz ki, senin hak peygamber ekenligini inkar kılgan ve kişilerini İslam dininden tosqanlar hakikaten intayin yiraklaşıp çoğunqur azgınlıkka patqanlardır. Şübihisiz ki, Allah'ni ve onun peygamberini inkar kılgan, küfrede çıng turup elip, özüge zulüm kılganlarının günahini Allah hergiz keçürmeydi. Ularni nicatlıqqa elip çıkıdığan yolgama başlamaydı. Ularni faqat dozaqның yolug'ini qo'yib etadi. Ular dozaqda mangu qoladi. Bu Allohga osondir. Allah hammaga qodirdir. Ey insonlar, sizlarga bizning elchimiz Muhammad alayhissalom Rabbinglar tarafidan haq din bo'lgan islom dinini elib keldi. Sizlar onunğa iman etinglar, onunğa agishinglar. Chunki onunğa iman etish sizlar uchun yaxshidir. Agar sizlar kufrni davomlashtirsanglar, bilib qo'yinglarki, Allohning sizlarga va sizlarning iymoninglarga hojati yo'q. Chunki Alloh osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasining egisidir. Alloh sizlarning gap so'zinglarni ve kılgan amalinglarni bilib turg'uchidir. Buyurganlarda ve to'sqanlarda hikmet bilen ish qilg'uchidir. Osmonlar ve zimin Allohga bo'ysungan ekan, sizlarningmi Alloh taologa, Muhammad alayhissalomga ve onunğa nozil qilingan Qur'onga iymon keltirishinglar sizlar uchun eng yaxshidir. Ey xristianlar, dininglar haqqida to'g'ri e'tiqodda bo'lishdan chatnab ketmanglar. Allah haqqida faqat haq gapni qilinglar. Uningga ayol yoki bolani mansub qilmanglar. Masih Maryam o'g'li Isa faqatla Allohning payg'ambaridir. Allah uni haq payg'ambar qilib avatdi. Uni Jibril orqali Maryamga avatgan bo'l degan kalimasidan yaratdi. Şuna sizler Allah'a ve onun peygamberlerine iman etinglar. Peygamberler Allah'tan elip kelgan vahiyge amel qilinglar. İsa'ni ve onun anısı Meryemni Allah'a şerik qilvanmanglar. Allah üçtür degan sabsatanlardan yeninglar. Bunda qilish sizler üçün nahayeti yaxshidir. Allah faqat birli ilahdir. Balılık bo'lishdan pokdir. Osmonlardagi va zimindagi shay'larning hammasi Allohningdir. Ahvol shundoq tursa, Allohning o'z maxluqot ichidan qandoqmi sheriki yoki bolasi bo'lsin. Alloh bandalarning ishlarini idora qilish, ularning hayotini qo'g'dash uchun yetarlik homiydir. Masih Allohga banda bo'lishdan hargiz bosh tortmaydi. Allah'a yaqin farishtalarmi özlerining Allah'ның bandisi ekanligini e'tirof qilishdan bosh tortmaydi. Kimki Allah'a bandichilik qilishdan, uningga bo'ysunishdan bosh tortadigan va takabburlik qiladigan, bilib qo'ysinki, Allah ularning hammasini o'z dargohiga to'playdi. Ondan ularning orasida adolat bilan hukm chiqaradi ve ularning her biriga tegishlik mukofot yoki jazosini beradi. Allohga iymon etib, shu iymonini e'tiqod, amal va gap so'zda isbotlagan, Allohning dinida mustahkam turgan kishilarga kelsak, Alloh ularning amalining mukofotini to'liq beradi. O'z fazlidan texmi oshirib beradi. Ammo Allohga itoat qilishdan bosh tortgan va o'zini cho'ng tutib,
Allohga bandichilik qilishga bo'yintovlik qilgan kishilarga kelsak, Alloh ularni qattiq azoblaydi. Ular o'zlarini Allohning azobidan qutuldirib qoladigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ey insonlar, sizlarga Rabbinglar tarafidan o'p-ochiq dalil pokit keldi. O bo'lsa-mu, bizning elchimiz Muhammad alayhissalom va uningga kelgan ro'shan hujjat va mo'jizalar bo'lib, ularning eng kattasi Qur'ondir. Qur'on Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini va uning payg'ambarlik zanjirini tamomlag'uvchi oxirgi payg'ambar ekanligini dalillaydi. Demak, biz sizlarga bu o'p-ochiq nur bo'lgan Qur'onni nozil qildik. Allohga iymon etib, shu iymonini e'tiqod, amal va gap so'zni isbotlagan, o'zlariga nozil qilingan o'p-ochiq nur Qur'onga chin esilgan kishilarga kelsak, Alloh ularni oxiratda o'z rahmati va fazli karami bilan jannatga kirgizadi. Bu dunyoda bo'lsa, ularni jannatga elib boradigan to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Ey payg'ambar, ular sendan balisi yo'q, otisimi yo'q meyitning mirosi to'g'riliq fatvo so'rashadi. Aytqinki, Alloh bu masalalar to'g'risidagi hukmni mundaq bayon qiladi. Agar bir kishi vafot bo'lib, balisi bo'lmasa, otisi bo'lmasa, faqat onasi va dadisi bir yoki onasi boshqa, dadisi bir hamshirisi bo'lsa, u hamshirisi mirosning yarmini oladi. Agar o'lguchi ayol bo'lib, uning birli bir tuqqanili bo'lsa, u shu hamshirisining mirosining hammasini oladi. Agar o'lguchining ikki hamshirisi bo'lsa, ular mirosning 3dan 2sini elib, o'z orasida tangdan o'lishadi. Agar varislar ham ham ayol bir tuqqanlar bo'lsa, ularning ichidagi bir erga ikki ayolning o'lishi beriladi. Sizlarning miros ishlarida haqiqatni chatnab ketmasliginglar uchun Alloh sizlarga miros taqsimotini va bolasimi, otisimi yo'q meyitning mirosining hukmini bayon qilib beradi. Alloh ishlarning oqibatini va bandalarga nimaning foydali va nimaning ziyonli ekanligini to'liq bilguchidir. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqxun. 2020 yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.